O'zbekistonda suyultirilgan gaz yetkazib berishda monopoliya bekor qilinadi. Qashqadaryoda 10-sinf o'quvchisi va zamdirektor mushtlashishdi. O'zbekiston aholisi suv tanqisligidan jiddiy aziyat cheka boshlaydi. 15 yil ijarada turgan Hamdam Sobirov 2 qavatli uy sotib oldi. Rasman: O'zbekistonda aholiga elektr energiyasida uzilishlar uchun kompensatsiya talab qilishga ruxsat berildi. Sabzi to'g'raydigan uzoq kutilgan mahsulotimiz endi sotuvda. Ayollarimiz, uy bekalarimiz uchun ajoyib tanlov. Barcha sabzavot mahsulotlarini istalgan razmerda chiqarib beradi. To'y bazmlarda juda kerakli. Sabzi to'g'raydigan mahsulot narxi 177 ming so'm. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Rasman: O'zbekistonda aholiga elektr energiyasida uzilishlar uchun kompensatsiya talab qilishga ruxsat berildi. Elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha namunaviy shartnomaga o'zgartirishlar kiritilishi ko'zda tutilgan bo'lib, aholi va tadbirkorlarga elektr energiyasi yetkazib berishdagi uzilishlar natijasida yetkazilgan zararning o'rnini qoplashni talab qilish imkonini berdi. Elektr ta'minoti GOST va GOST 32 144 2013 va GOST 131 09 97 ko'rsatkichlariga mos kelmasa yoki zarar uzilishlar va o'chirishlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, zararni qoplashga ruxsat beriladi. Yangi tuzatishlar 2024-yil yanvar oyida kuchga kirdi va iste'molchilar bilan odatda 1 yilga tuziladigan yangi shartnomalar tuzishda aks ettirilishi kerak. 2024-yilga mo'ljallangan yangi namunaviy shartnoma Energetika vazirligiga ko'rib chiqish uchun taqdim etildi. Tasdiqlanganidan keyin O'zbekiston bo'ylab iste'molchilar bilan yangi shartnomalar tuzish uchun hujjat hududiy tarmoqlarga yuboriladi. 15 yil ijarada turgan Hamdam Sobirov 2 qavatli uy sotib oldi. Ijodkor bu haqda Instagramdagi sahifasida videorolik joylash orqali ma'lum qildi. Taniqli o'zbek xonandasi va ayni kunda qo'shiqlari hit darajasidan tushmayotgan Hamdam Sobirov muxlislari bilan quvonchli xabarni bo'lishdi. U shahar markazida 2 qavatli uy sotib oldi. Manbalarda xabar berilishicha, ilgari ijrochi 15 yil davomida ijarada turgan va axiri 2 qavatli uy xarid qilib orzusini amalga oshirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda joylangan videorolikda musiqachi rafiqasi va 2 farzandi bilan yangi uyni tomosha qilishayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda suyultirilgan gaz yetkazib berishda monopoliya bekor qilinadi. O'zbekistonda iste'molchilarga tabiiy gaz va suyultirilgan gaz yetkazib berishda monopoliyani bekor qilish, xususiy sektorlarni jalb qilish, energiya resurslarining bozor tamoyillarini joriy etish va resurslarning hisob-kitobini aniq yuritish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda O'zbekiston 2030 strategiyasining barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha 2024-yilga mo'ljallangan amaliy tadbirlar rejasida so'z boradi. Unga ko'ra, 2024-yil aprelga qadar tabiiy gaz va suyultirilgan gaz taqsimlash tarmoqlarini xususiy sektorga o'tkazib berish tartibi ishlab chiqilib, belgilangan tartibda taqsimlanishi lozim. Ishlab chiqilgan tartib asosida tabiiy gaz taqsimoti tizimi 2024-2025 yillarda xususiy sektorga o'tkaziladigan pilot hududlar aniqlanadi. Ushbu hududlardagi tizimni xususiy sektorga o'tkazish yuzasidan salohiyatli kompaniyalar ham o'tkaziladigan muzokaralar natijasida bo'yicha aniq shartlar asosida taqsimlash tarmoqlari xususiy sektoriga o'tkaziladi. Shuningdek, 2024-yil davomida respublika iqtisodiyoti tarmoqlari va aholini tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash maqsadida O'zbekneftgaz quyidagi geologik texnik tadbirlarni amalga oshirishi lozim. 95 ta ishlatish quduqlarini burg'ulash, 81 ta quduqlarda murakkab turdagi kapital ta'mirlash ishlarini olib borish hisobiga ishlab chiqarishga qaytarish, 42 ta texnologik tadbirlarni amalga oshirish. Bajarilgan ishlar evaziga 29,3 milliard kub metr tabiiy gaz qazib chiqarish rejalashtirilgan. O'zbekiston aholisi suv tanqisligidan jiddiy aziyat cheka boshlaydi. Dunyo resurslari instituti tadqiqotiga ko'ra, 2040-yilga borib O'rta Osiyo, jumladan O'zbekistonda 80% dan ortiq aholi suv tanqisligidan to'g'ridan-to'g'ri aziyat cheka boshlaydi. Bu dunyo bo'yicha eng yuqori xavfli hududdir.
Qashqadaryoda 10-sinf o'quvchisi va zamdirektor mushtlashishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida 10-sinf o'quvchisi direktor o'rinbosarini urib, ko'zini chiqarib yuborgani haqida xabarlar tarqaldi. Shahar hokimligi axborot xizmati ushbu holat yuzasidan munosabat bildirdi. Munosabatda aytilishicha, 2024-yil 19 fevral kuni Shahrisabz shahar Kamolot mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Sh.K. viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Uning murojaati yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilganda quyidagilar aniqlangan. 2024-yil 19 fevral kuni soat 10:45 lar atrofida Shahrisabz shahar 1-sonli maktabda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Sh.K. dars vaqtida o'quvchilar darsga kirmasdan qor o'ynayotganda ularni sinfxonaga kirgizmoqchi bo'lgan. Shu payt 10-F sinf o'quvchisi J.B. Sh.K.ga qarshilik ko'rsatgan. Shundan so'ng Sh.K. o'quvchini xonasiga olib kirib gaplashgan va J.B.ni urgan. Shunda o'quvchi ham direktor o'rinbosarining yuz qismiga musht tushirgan. Qayd etilishicha, hozirgi kunda o'quvchi va o'qituvchi shifoxonaga yotqizilgan. Shahrisabz shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.